Assalomu alaykum akalar. Bizda bunaqa katta kvadrotsiklimiz bor edi. Bu narx hozir aksiyaga tushgan akalar. Ya'ni bu Monster'imizning narxi oldin 3900 dollardan sotilgan. Hozir bu aksiya narxi yana ham tushdi. Video oxirida aytib o'tamiz. Narxini taxmin qilib turinglar akalar. Ustuni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rsa juda ham bagati, balonlar juda ham shiroki bo'ladi, normalniy katta akalar buni baloni va orqa tomondan ko'rsanglar bo'ladi akalar. Monster'imiz orqa tomoni juda ham katta bo'ladi va buni amortizatori ham slishkim yumshoq. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu katta tog' yo'llariga ancha-muncha sizlarga mos keladigan modelimizda tablolari ham fon elektronik bo'lib kelgan, ko'rsanglar bo'ladi akalar. Boshqa juda ham shikalla tegalar, bu tomonda ko'rishlari mana. Bu yerda kontrol sistemalarini ko'rsanglar bo'ladi mana akalar. Hamma kontrol sistemalari bor. Bu yerda o'zining benzin baklari ko'rsanglar bo'ladi. Bu modelimiz skorostli bo'ladi, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi skorost bilan yuradi. Ya'ni bu modelimiz orqaga ham oldinga ham yuradi akalar. Old tomonda o'zining qo'shimcha 4 tadan faralar bo'ladi va pastida asosiy faralardan bo'ladi ekan va oldida o'zini radiatorlargacha bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rinishlari juda ham chiroyli. Bu yerdagi nimalarni ham kraskalarni ham bayinli qilib chiqarilgan. Ya'ni bu ham bir o'zigacha vid beradi ekan. Bu modelimiz akalar aylanasiga polni dugalik qilib chiqarilgan. Ya'ni uncha toshlardan yoki yiqilishlardan himoyalangan bo'ladi. Faqat mashina o'ziga zarar yetadi. Zarar yetsa ham motor qismini ko'rishlar bo'ladi ekan. Motor qismi juda ham katta mana. Motorni ko'rishlar bo'ladi. Normalniy katta bo'ladi. Bu Monster'imiz akalar bu ot kuchi ham juda ham baland bo'ladi. Shuning uchun motorlar ham ishlashing katta akalar. Bu modelimiz akalar o'rtacha 100 kilometrga 7 litr atrofida benzin расход qiladi. Bunga bir o'rtacha 90-92 atrofida benzin qo'ygan yaxshi akalar. Bu modelimizning narxiga keladigan bo'lsa akalar 3700 dollardan qilib beryapmiz. Buni hech qayerda bo'lmagan, oldingi narxdan 200 dollar arzon akalar. Bu modelimiz biz O'zbekistonga yetkazib beramiz. Bu modelimiz 2 dona qolgan akalar. Ulgurib olinglar, pastdan qoldiryapmiz. Bemalol operatorlarga telefon qilib zakaz qilib bo'lsa ham bo'ladi. Bu modelimizni naqdga ham, nasiyaga ham olsalar ham bo'ladi. Через uzun nasiya, opin nasiya orqali beriladi.